Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bugungi videomiz sizlarga o'z qo'ramizdan tomoshaga video tayyorladik. Mana o'sha shiferni qoqolini bir tarafini, ikkinchi tarafini endi qoqamiz xudo xolasa. Xo'sh, mana shu o'sha takamiz. Alpin takamiz mana. Mana oldi ko'kraklariga e'tibor beringlar. Mana obzorda bu hali qo'zi tish bilan turibdi. Tish buzmagan. Bu o'sha bittalarimiz. Mana bizning erkatoyimiz Bembi. Bembi laqabi buni. Xo'sh, Iva laqabli Alpin zotli ishimiz. Mana bu yerda qo'shqor sog'liqlarimiz. Mana bu ikkita sarig'imiz Isorskiy zoti. Xo'sh, bu qora quloqimiz Buxoro amirli qora qulog'i. Mana bu qoracha. Mana shu qora quloqning bolasi. Tak. Rangi uchun yoqtirgan ko'k qo'yimiz, sog'lig'imiz, nargisi uni bolasi. Xo'sh, keyingi nimamizga o'tsak, mana bu kimning esida bor, kimnikida yo'q. Bu birinchi olib kelingan, Toshkentdan olib kelingan Alpin zotli uloqchalarimiz. Mana bular xudo xolasa takadan chiqib ketdi. Endi nasib bo'lsa mart oylariga yangiliklar bilan video qilamiz xudo xolasa. Bu esa zanin zotli echkimiz. Ana nargisi Fransuskiy Alpin. Fransuskiy Alpin zotli echkimiz. Mana bu yerda nubbinlarimiz bor, nubbinlarimiz. Xo'sh. Mana bu ekaningizda ko'rinib turgan sulus. Buni kilosi 20 kilo bo'ladi. Sizlar buni nima qilibdi deb o'ylaysizlar? Buni obedga mana shu sulus beriladi bularga. Hammasini normasiga qarab sulus beriladi. Mana ikkalasini birga qamab qo'yamiz. Mana bu ikkalasini mana birga qamab qo'yamiz. Mana bular makedonlari ham bo'ladi. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.